Sahobalar aytishadi, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Abuvodan o'tayotganda Rasululloh bir qabrlarning oldiga bordilar. Biz ham bordik o'sha qabrlarning oldiga. Rasululloh hamma qabrlarni aylandilarda bitta qabr oldida turdilar. Rasululloh shunday yig'ladilar, soqollari ho'l bo'lib ketdi. Umar roziyallohu anhu keldilar, "Ya Rasululloh, nimaga shuncha qabr oldida yig'lamadingiz? Shu qabr oldida yig'layapsiz. Bizni ham yig'latdingiz." Rasululloh o'zlari yig'ladilar va hammani yig'latdilar. Nimaga? So'raganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bu onamning qabri edi." Bu bor hadisda, sahih hadis. Allohdan izn so'radim. Alloh onamni gunohini kechirishing uchun men istig'for aytay, imkon ber deganimda Alloh yo'q dedi, imkon bermayman dedi. Bugun sizda ota-onangiz uchun istig'for aytishga imkoniyat bor. Rasulullohda yo'q edi o'sha imkon. Payg'ambar alayhissalomda onamni kechirgin deyish imkoniyati yo'q edi. Alloh izn bermadi. Bu sizda bor o'sha imkoniyat. Lekin nech marta istig'for aytmaysiz?